mehmonlari, tomoshamizning mehmonlari, xush kelibsizlar. Qadaminlarga hasanat. Sizlar bilan sog'lik salomatchilikda, tinchlik, xotirjamlikda ko'rishganimizdan nihoyat xursandmiz. Yaxshi kunlarda ko'rishib turibmiz. Hammamizni hamisha yaxshi kunlarga yetkazsin. Sog' bo'linglar. Yer yuzini barcha musulmonlarni nishonlagan o'tgan Qur'on hayit bayraminglar muborak bo'lsin. Bayram xonadonlarga fayzu baraka, ro'shnolik keltirsin. Tinchlik, omonlik xonadonlarga mehmon emas, mezbon bo'lib qolsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan ko'rishganimizdan nihoyat xursandmiz. Chalib tursangiz qarsak, sizga xizmat qiladigan san'atkorlar bilan tanishtirsak. Mirzo qiziqchilar teatrining jamoasi kuchi yetadi uncha buncha qolgan ancha munchaga. Shukrullo Isroilov qirasi hamisha gulgun, kuldiradi sizni u bugun. Ravshanbek Jo'rayev kichkina demang uni, hali bir kuldirsin sizni. Valijon Shamshiyev xizmatga hozir va nozir, ham harbiy ofitser, ham san'atkordir mohir. Yoshlar ittifoqining sovrindori Ismoiljon G'ulomov san'atdir unga mijoz, ismi ham uni e'zoz. Raqqosa qizimiz E'zozaxon Saidaliyeva juda yaxshi tanishingiz kerak. Zo'r chaladilar g'ichak. O'zbekiston xalq artisti To'ron yulduzlari ansamblining musiqiy badiiy rahbari Abduhoshim Ismoilov. Nay chalsalar baqamiz, tanishing Aqiy akamiz. Qonunni hurmat qilar, o'z qonunini rasa zo'r chalar. Hurmatli akamiz Abdurahmon akamiz. Zo'r zarbalarga qodir, ismlari Bahodir. Doirachi u mohir, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Husan Nosir. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ustozoda G'ofir Azimovni nomlaridagi ajoyib doirachilar ansambli Abbosjon degan ukamiz boshlab chiqdilar. Bugungi tomoshamizni quloqini ochib berdilar. Bu yigitlar ham sog' va salomat bo'lsinlar. Bugun sizlarni o'zimizni qiziqarli tomoshamiz bilan yaxshi kayfiyatlarga undaymiz degan niyatdamiz. Bugun bayram ustiga bayram. Nafaqat musulmonlarimizning Qur'on hayit bayramlari. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, tomoshamizda juda ham ko'pchilik harbiylarimiz kelib o'tirishibdi, oilalari bilan, bolalari bilan, farzandlari bilan. Shunday ekan, Ichki ishlar vazirligi qoshidagi ichki ishlar, ichki qo'shinlar boshqarmasini, bosh boshqarmasini tashkil topganiga ham mana shu bugun 75 yil to'ldi. Ilohim harbiylarimiz hamisha tinchlik, xotirjamlik kunimizda billa biz bilan hamroh bo'lsin u yomon kunlarimiz bo'lmasin, ularning xizmatlariga muhtoj bo'lmaylik. Bayramlari muborak bo'lsin. 75 yillik tavallud topgan kunlari. Aziz birodarlar, kuldirib olasiz savob, hozircha sizga javob. Ismoiljon aka, bugun tomoshamiz bir bayram. Uni ustiga bayram, ichki qo'shinlarimizni bosh boshqarmasini tashkil topilganiga 75 yil to'libdi. Shunday ekan, ham harbiy, ham ofitser sifatida sizdan boshlasak tomoshamizni. O'zingiz chiroyli qo'shiqlaringiz bilan xalqimizning chehralarini gulga o'qisangiz. Navbat xonimlar va janoblar, Ismoiljon G'ulomovga.
Gah yig'latib gah o'tding, gah yondirib gah sovutding, gah yig'latib gah o'tding, gah yirchanib dilni shod etding. Can içer can muhabbet, hoşul ki lazım muhabbet. Muhabbet, can muhabbet, hoşul ki lazım muhabbet. Hoşul ki azal muhabbet. Kaldırdın özün sağladın, bir gördük asla kalmadın. Ne günler ne